Sırlar bu ilm fan bilim sari ochiq har biri yo'q. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli talabalar. E'tiboringizga ko'rish fiziologiyasi nomli video darsini havola etishga ruxsat bergaysizlar. Ko'rish bu murakkab fiziologik jarayon bo'lib, yorug'likni qabul qilish, uni elektr signallarga aylantirish va miyaga uzatish orqali amalga oshadi. Bu jarayon inson hayotining ajralmas qismi bo'lib, atrof muhitni tushunish va u bilan o'zaro aloqada bo'lish uchun muhim ahamiyatga egadir. Ko'z yorug'likka juda sezgir bo'lib, bir foton yorug'lik zarrasini ham his qila oladi. Ko'z tabiiy ravishda avtomatik fokuslash, ya'ni avtofokus mexanizmiga ega. U 50 millisekund ichida uzoq yoki yaqin masofadagi obyektlarga juda tez moslashishi mumkin. Odamlar taxminan 10 million rangni ajrata oladi. Har bir insonning ko'z rangdor pardasi naqshlari unikal bo'lib, hatto egizaklarda ham bir xil emas. Shuning uchun biometrik xavfsizlik tizimlarida ko'z rangdor parda skaneri barmoq izidan ham aniqroq ishlaydi. Inson ko'ziga hech qaysi fotokamera tenglasha olmaydi. Inson ko'zi 576 megapiksel ekvivalent ruxsat etilgan aniqlikka ega bo'lib, unda 130 million fotoretseptorlar mavjud. Shuningdek, tasvirning doimiy ravishda yangilashi bilan fotokameralardan ajralib turadi. Hozirgi kunda eng zamonaviy DSLR Array Alexis kameralar ham inson ko'ziga tenglasha olmaydi. Ular bor yo'g'i 100-150 megapikselni tashkil etadi xolos. Inson ko'zi har bir sekundiga 800 million bitga yaqin ma'lumotlarni miyaga uzatadi. Inson ko'zi o'rtacha 7-8 gram og'irlikka ega. Uning diametri taxminan 24 mm ni tashkil etadi. Ko'zning og'irligi individual farqlanishi mumkin, lekin u organizmdagi eng yengil va eng murakkab organlardan biridir. Ko'z mushaklari organizmdagi eng tezkor mushaklar hisoblanib, ko'z mushaklari doimiy ravishda harakatda bo'ladi. Hatto uxlaganda ham, ya'ni REM bosqichi harakat kuzatiladi. Ko'z mushaklari 6 ta mushakdan iborat bo'lib, birinchi mushak ichki to'g'ri mushak, ya'ni burun atrofidagi mushak hisoblanib, ko'zni burunga qarab tortadi, ya'ni ichkariga qarash. Ikkinchi mushak esa tashqi to'g'ri mushak. Bu mushak orqali ko'zni quloq tomonga harakatlantirib, tashqariga qarashni ta'minlaydi. Va uchinchi mushak yuqoriga to'g'ri mushak hisoblanadi. Bu mushak ko'zni yuqori va biroz ichkariga harakatlantiradi. To'rtinchi mushak turi quyi to'g'ri mushak, ya'ni pastki mushak hisoblanadi. Bu ko'zni pastga va biroz ichkariga harakatlantiradi. Beshinchi mushak turimiz bu yuqoriga qiyshiq mushak hisoblanadi. Ko'zni pastga va tashqariga harakatlantiradi. Va oxirgi 6-chi mushak turimiz quyi qiyshiq, ya'ni mushak hisoblanadi. Bu ko'zni yuqoriga va tashqariga harakatlantirishni ta'minlaydi. Ko'zning tutilishi 3 ta asosiy qavatdan iborat. Birinchi qavat tashqi fibroz qavat. Bu qavat ko'zning mustahkamligini ta'minlaydi va himoya vazifasini bajaradi. Ikkinchi qavat o'rta tomirli qavat. Bu qavat ko'zning oziqlanishi va nurlarni tartibga solish bilan bog'liq bo'lgan qavat hisoblanadi. Uchinchi qavat esa ichki retina, ya'ni to'r parda qavat hisoblanadi. Bu qavat ko'rish sezgisiga javob beradi. Birinchi tashqi fibroz qavat o'z navbatida ikkita tuzilmada, ya'ni sklera, ko'zning orqa va yon qismini qoplaydigan oq fibroz to'qimani tashkil qiladi. Bu ko'zning umumiy tashqi fibroz qavatini 6 dan 5 qismini tashkil qiladi. Tashqi fibroz qavatning 6 dan 1 qismini esa rogovitsa, ya'ni shoh parda tashkil qiladi. Ko'zning old tomonidagi shaffof qismi bo'lib, bu yorug'lik nurlarni sindirish va o'tkazish vazifasini bajaradi. Ikkinchi o'rta tomirli qavat bu o'z navbatida 3 ta tuzilmada, ya'ni tomir parda, ya'ni ko'zning ichki qatlamarini qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Ikkinchisi silindrsimon tana, ko'z gavharining qalinligini o'zgartirib, fokuslashda ishtirok etadi. Va uchinchi tuzilmasi bu rangdor parda, ko'zning rangini belgilaydi va qorachiq orqali kiruvchi yorug'lik miqdorini tartibga soladi. Uchinchi
qavat, ya'ni 4 qavat maxsus ikkita tuzilmadan, ya'ni fotoretseptor hujayralari, bu hujayralar bilamizki, tayoqchalar va kolbachalar yorug'lik signallarini qabul qiladi va asab impulslarini hosil qiladi. Va ichki qavatning yana bir tuzilmasi bu ko'rish nervlari hisoblanadi. Hosil bo'lgan nerv impulslarini miya korteksiga, ya'ni bosh miyaning ensa sohasidagi ko'ruv markaziga jo'natadi va bu qavat orqali bosh miya yorug'lik impulslarini his qiladi. Ko'z shoh pardasi ko'zning oldingi qismi bo'lib, yorug'likni sinishiga va ko'zning himoya funksiyasiga javob beradi. U shaffof, qon tomirlarsiz to'qima bo'lib, asosan kollagen tollardan iborat. Ko'z shoh pardalarining vazifalari ko'rishda, ya'ni umumiy ko'rishda ishtirok etadi, ya'ni yorug'likning sinishi va fokuslash jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ya'ni yana bir vazifasi bu himoya vazifasi mavjud. Ko'z tashqi ta'sirlardan, ya'ni chang, mikroblar, jarohatlardan himoya qiladi. Shoh parda shuningdek shaffoflikni ham ta'minlaydi. Ya'ni bu orqali yorug'likning erkin o'tishini ta'minlab, tasvirni tiniq hosil bo'lishiga yordam beradi. Shoh parda asosan 5 ta qavatdan, ya'ni epiteliy, Bowman qavati, stroma, ya'ni asosiy qavat, dissement qavati va endoteliy qavatlardan iborat. Birinchi qavat, ya'ni epiteliy qavat eng tashqi qavat hisoblanib, ko'zni himoya qiladi. Ya'ni bu ko'z yosh suyuqligi bilan ta'minlangan qavat hisoblanadi bu. Ya'ni bu qavat juda kuchli tiklanish xususiyatiga ega, ya'ni regeneratsiya xususiyatiga ega. Ikkinchi Bowman qavati mustahkam va zich tollardan tashkil topgan bo'lib, bu zararlanganda, ya'ni o'sha tiklanish qobiliyati mavjud emas, zararlanganda tiklanmaydi, ya'ni chandiq hosil bo'lishi ham mumkin. Uchinchi qavat stroma, ya'ni asosiy qavatda shoh pardaning 90% qanligini tashkil qiladi. Bu qavat kollagen tollardan iborat bo'lib, uning shaffofligini ta'minlaydi. Yorug'likni sinishda asosiy stroma qavat rol o'ynaydi. Va 4-qavat dissement qavati yupqa lekin mustahkam parda sifatida qoplangan bo'lib, bu endoteliy qavat uchun tayanch vazifasini bajaradi. 5-qavat endoteliy qavatda ichki qatlam suv muvozanatini nazorat qilishda, shoh pardani shaffofligini saqlash, ortiqcha suyuqlikni chiqarib turishda va bu qavat ma'lum darajada regeneratsiya qobiliyati cheklangan qavat hisoblanadi. Asosan suv muvozanatini boshqarishda ishtirok etadi. Ko'zning asosiy qismlaridan biri rangdor parda. Rangdor parda ko'zning old qismida joylashgan bo'lib, markazida qorachiq teshigi ega. U ko'zning rangini belgilaydi va yorug'lik oqimini boshqarib, ko'rish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Rangdor parda asosan 2 qatlamdan tashkil topgan. Birinchisi oldingi qatlam. Bu qatlam pigment hujayralarga boy bo'lib, ko'z rangini belgilaydi. Ikkinchi qatlam esa orqa qatlam. Pigment va mushaklardan iborat bu qatlam qorachiqni kengaytirish va toraytirish funksiyasini bajaradi. Rangdor pardaning asosiy vazifalari bu 4 ta vazifa bo'lib, birinchisi yorug'likni tartibga solish. Ya'ni qorachiq orqali ko'zga tushayotgan yorug'lik miqdorini nazorat qilish. Yorug'lik ko'p bo'lsa, qorachiqni toraytirish, kam bo'lsa esa kengaytirish vazifasini bajaradi. Ikkinchi vazifasi ko'z rangini belgilash. Bilamizki, rangdor pardada maxsus melanin pigmenti miqdoriga qarab ko'z rangi, ya'ni o'zgaradi. Ko'k, yashil, jigarrang va hokazo ranglarda. Uchinchi rangdor pardaning vazifasi ko'zni himoya qilish. Bilamizki, ko'z kuchli yorug'lik yoki ultra binafsha nurlarni haddan tashqari ko'p tushishi yuz beradigan bo'lsa, rangdor parda ma'lum darajada ko'zni himoya qiladi. 4-vazifasi ya'ni optik moslash. Bu ilmiy terminda akkomodatsiya deyiladi.
Yorug'lik sharoitiga qarab qorachiqni toraytirish yoki kengaytirish orqali ko'rish sifatini yaxshilash mumkin. Rangdor parda ichida ikki turdagi mushaklar uchraydi. Birinchisi sfinkter, ya'ni toraytiruvchi mushaklar. Yorug'lik ko'p sharoitda qorachiqni toraytiradi. Ikkinchi mushak turi bu dilatator, ya'ni kengaytiruvchi mushaklar hisoblanib, yorug'lik kam bo'lganda qorachiqni kengaytirish vazifasini bajaradi. Rangdor parda asosan avtonom nerv tizimi orqali boshqariladi. Ya'ni parasimpatik nerv tizimi ta'sir qilganda sfinkter mushaklari faollashib, ya'ni qorachiqni toraytiradi. Simpatik nerv sistemasi ta'sir qilganda dilatator mushaklari faollashib, qorachiqni kengaytirish vazifasini bajaradi. Fikrlar bu ilm fan bilimsari ochiq har biri yo'q.